pensiyadagi ota-onalarimiz bu gap sizga bevosita tegishli. Hech qachon mazmunini to'liq tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa sizga bu oddiy arza, bu faqat rasmiyatchilik. Imzo qo'ymasangiz pensiyangiz kechikadi. Tezroq qo'l qo'ying. Hamma shunday qilyapti deyishsa, ikki karra ehtiyot bo'ling. Men bugun sizga juda muhim bir masalani tushuntiraman. Pensionerlar ko'pincha qanday hujjatlar orqali aldab qo'yiladi? Qaysi qog'ozga imzo qo'yish xavfli? Qaysi holatda imzo qo'yish mumkin? Qaysi holatda esa bir qadam ham tashlamaslik kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki har birimizning uyimizda nafaqadagi ota-onamiz, buvimiz, bobomiz, yolg'iz yashayotgan qarindoshimiz yoki hujjat ishlarini yaxshi tushunmaydigan yaqinimiz bor. Agar siz bu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu mavzuni oxirigacha tinglang. Chunki bitta noto'g'ri imzo odamni qarzga, uy-joy muammosiga, pensiya kartasidagi puldan ayrilishga yoki yillar davomida sudma-sud yurishga olib kelishi mumkin. Oldin ko'p ishlar oddiyroq edi. Pensioner odam pensiyasini pochta orqali olar, mahalla yoki bankka borar, bitta ikkita tanish xodim bilan ishini bitirar edi. Hujjatlar ham kamroq, jarayonlar ham sekinroq, aldov yo'llari ham hozirgidek xilma-xil emas edi. Odamlar ko'proq naqd pul bilan ish ko'rardi. Kimdir qarz olsa, ko'pincha guvohlar oldida kelishardi. Uy-joy masalalarida ham notariusga borish, kadastr hujjatini tekshirish, pasport ma'lumotlarini solishtirish kabi jarayonlar nisbatan aniq ko'rinardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Pensiya kartaga tushadi. Bank ilovalari, plastik kartalar, SMS kodlar, onlayn kreditlar, mikroqarzlar, elektron shartnomalar, notarial ishonchnomalar, uy-joyga doir bitimlar, meros bo'yicha hujjatlar ko'paydi. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik, yomon tomoni bilan esa ehtiyotsiz odam uchun xavf. Ayniqsa pensionerlar ko'pincha men bunday narsalarni tushunmayman deb boshqa odamga ishonib yuboradi. Mana shu ishonchdan ayrim noinsof odamlar foydalanadi. Eng xavfli qog'ozlar orasi ishonchnoma, qarz shartnomasi, kafillik hujjati, uy-joyini sotish yoki hadya qilish bo'yicha ariza, bank kartasini boshqarishga rozilik, kredit olish uchun ariza, pensiya pulini boshqa hisobga o'tkazish haqidagi ariza. Shuningdek, da'vodan voz kechaman. E'tirozim yo'q, pulni oldim, qarzim yo'q degan mazmundagi tilxatlar bor. Ba'zan qog'ozning nomi oddiy ko'rinadi, lekin ichidagi bir jumla juda katta oqibatga olib keladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner odam hujjatni o'qimaydi. Unga o'qib berishsa ham tez tushunishga ulgurmaydi. Keyin bolam aytdi, qo'shnim dedi, bank xodimi shoshirdi. Notariusda ko'p odam bor edi deb imzo qo'yadi. Keyin esa muammo chiqqanda hamma. O'zingiz imzo qo'ygansiz-ku deydi. Huquqiy jihatdan imzo juda katta kuchga ega. Imzo shuni anglatadi. Men o'qidim, tushundim, roziman. Shuning uchun men bugun qayta-qayta aytaman. Tushunmagan qog'ozga imzo qo'ymang. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lish kerak. Yolg'iz odamning uyiga turli odamlar kelishi mumkin. Ijtimoiy yordam beramiz, arzon dori yozib beramiz, kommunal qarzingizni tekshiramiz. Bank kartangizni yangilaymiz, sizga kompensatsiya chiqdi deb. Ular ba'zan o'zini tashkilot xodimi qilib ko'rsatadi. Agar ular sizdan pasportingizni, plastik kartangizni, SMS kodni, pensiya daftarchasini yoki biror arizaga imzo qo'yishni so'rasa, darhol to'xtang. Haqiqiy davlat xizmati yoki bank xodimi sizning uyingizga kelib, shoshilinch imzo talab qilmaydi. Ikkinchi guruh, uy-joyi o'z nomida bo'lgan pensionerlar. Bu juda muhim. Agar kvartira, hovli, yer uchastkasi yoki ulush sizning nomingizda bo'lsa, siz alohida ehtiyot bo'lishingiz kerak. Chunki aldov ko'pincha aynan mulk atrofida bo'ladi. Masalan, farzandlardan biri ota faqat propiskaga qo'yish uchun qog'oz deydi. Aslida esa hadya shartnomasi tayyorlangan bo'lishi mumkin. Yoki ona uyni vaqtincha mening nomimga o'tkazaylik, keyin qaytarib beraman deydi. Amalda esa mulk boshqa odam nomiga o'tib ketadi. Keyin uni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi guruh qarindoshlari kredit olayotgan pensionerlar. Ko'p hollarda bank yoki mikroqarz tashkilotida kafil kerak deyishadi. Pensioner boboga yoki onaga siz faqat yordam uchun imzo qo'yasiz. Sizdan pul so'ramaydi deb aytishadi. Ammo kafillik degani oddiy yordam emas. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, qarzni sizdan talab qilishlari mumkin. Masalan, nabira 30 million so'm kredit oldi, bu kafil bo'ldi. Nabira 2 oy to'ladi, keyin ishsiz qoldi. Bank qarzni kafil bo'lgan buvidan talab qila boshlaydi. Pensiya kartasiga tushgan puldan ushlab qolish, sudga berish, ijro ishi ochish xavfi paydo bo'ladi.
Bu esa men pul olmaganman-ku deydi. Lekin hujjatda kafil sifatida imzo qo'ygan bo'ladi. 4-guruh o'qish yozishda qiynaladigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, sog'lig'i sababli tez charchaydigan pensionerlar. Aynan shunday insonlarga qog'ozni tezda uzatib, mana shu joyiga imzo qo'ying deyishadi. Men bunday holatda doim bitta qoidani aytaman. Agar hujjatni o'zingiz bemalol o'qiy olmasangiz, ishonchli odamingiz ovoz chiqarib o'qib bersin. Kerak bo'lsa telefoningizga rasm olib farzandingizga, yuristga yoki mahalladagi mas'ul xodimga ko'rsating. Shoshilmang. Qonunda sizni shoshirish degan majburiyat yo'q. Endi bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, pensioner ayolga qo'shnisi kelib, bankdan yordam puli chiqarkan, sizning nomingizdan ariza berishim kerak. Faqat ishonchnoma bering deydi. Ayol notariusga borib ishonchnoma beradi. Ishonchnomada esa bank hisob varaqalarini boshqarish, pul yechish, shartnoma imzolash, ariza berish degan vakolatlar yozilgan bo'ladi. Qo'shni kartadagi mablag'ni yechib oladi yoki kredit arizasini rasmiylashtirishga urinish qiladi. Ayol keyin men faqat yordam uchun deb o'ylagandim deydi. Lekin hujjatda keng vakolat berilgan. Ikkinchi misol. Yetim 2 yoshli ota o'g'liga uy seniki bo'lsin, lekin men tirikligimda shu yerda yashayman deb hadya shartnomasiga imzo qo'yadi. O'g'il avvalo yaxshi muomala qiladi. 1 yil o'tib oilaviy kelishmovchilik boshlanadi. Ota o'z uyida o'zini begona his qiladi. Agar hadya shartnomasida otaning urbot yashash huquqi aniq yozilmagan bo'lsa, holat juda og'irlashadi. Shuning uchun farzandim-ku, ishonaman degan gap huquqiy himoya o'rnini bosmaydi. Farzand yaxshi bo'lishi mumkin, lekin hayotda ajrim, qarz, kasallik, vafot, kelin-kuyov bilan nizolar kabi kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. 3-misol, pensionerga sizga 5 million so'm ijtimoiy yordam chiqdi. Kartangizni yangilash kerak deb qo'ng'iroq qilishadi. Keyin telefoningizga kod keldi, ayting deyishadi. Bu qog'ozga imzo qo'yish bo'lmasa ham mazmuni bir xil, siz rozilik berib qo'yasiz. SMS kod ham elektron imzoga o'xshash vazifani bajarishi mumkin. Kodni aytsangiz, kartadan pul yechilishi, ilovaga kirilishi yoki kredit rasmiylashtirilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, qog'ozdagi imzo ham, telefon kodi ham, bank ilovasidagi tasdiqlash tugmasi ham bir xil ehtiyotkorlikni talab qiladi. 4-misol, qarindosh menga vaqtincha 20 million so'm kerak, bank pensionerga ishonadi. Kreditni sizning nomingizga olaylik. Men har oy to'lab beraman deydi. Pensioner ishonib imzo qo'yadi. 1-oy qarindosh to'laydi. 2-oy kechiktiradi. 3-oy yo'qoladi. Kredit esa pensioner nomida. Bank uchun qarindoshning og'zaki va'dasi ahamiyatli emas. Hujjatda qarzdor kim bo'lsa, javobgarlik o'sha odamda. Natijada pensionerning 20 million 200 ming so'm pensiyasidan har oy ma'lum qismi ushlanishi mumkin. Ustiga ustak jarima va foizlar ham qo'shiladi. 5-misol. Meros masalasida opa-uka yig'ilib, siz e'tiroz bildirmang. Hozircha bitta odam nomiga rasmiylashtiramiz, keyin hammaga bo'lib beramiz deyishadi. Pensioner ona yoki aka e'tirozim yo'q degan arizaga imzo qo'yadi. Keyin mulk bitta odam nomiga o'tadi. Va'da esa bajarilmaydi. Biz kelishgan edik degan og'zaki gapni isbotlash qiyin. Shuning uchun meros, ulush, uy-joy, yer, avtomobil bo'yicha hech qachon og'zaki va'daga suyanib imzo qo'ymang. Kimlar unchalik xavotirlanmasa bo'ladi. Agar hujjat mazmuni aniq bo'lsa, siz uni o'qigan bo'lsangiz, nusxasini olgan bo'lsangiz, unda sizning manfaatlaringizga zarar yetkazadigan bandlar bo'lmasa, tashkilot rasmiy bo'lsa, shaxsini tasdiqlagan xodim bilan ish ko'rayotgan bo'lsangiz, unda hammasi xavfli degani emas. Masalan, pensiya miqdorini qayta hisoblash uchun pensiya jamg'armasiga ariza berish, bankda kartani almashtirish, tibbiy xizmat uchun rozilik berish, kommunal xizmat bo'yicha ma'lumotnoma olish kabi oddiy hujjatlar bo'lishi mumkin. Lekin oddiy hujjatda ham sizning mulkingiz, pulingiz, qarzingiz yoki vakolatingiz haqida band bo'lsa, uni alohida tekshirish kerak. Ba'zan odamlar men hech qachon imzo qo'ymayman deb tushunib qolishi mumkin. Yo'q, men buni aytmayapman. Hayotda imzo kerak bo'ladigan vaziyatlar juda ko'p. Muhimi, imzo qo'yishdan oldin 3 narsani aniqlash. Men nimaga rozilik beryapman? Bu hujjat menga qanday majburiyat yuklaydi? Keyin men bu imzoni bekor qila olamanmi yoki yo'qmi? Agar shu 3 savolga aniq javob bo'lmasa, imzo qo'ymang. Eng xavfli nozikliklardan biri bu bo'sh joyga imzo masalasi. Ba'zan kimdir oq qog'ozning pastiga yoki to'liq to'ldirilmagan blankaga imzo qo'ydiradi. Bu mutlaqo mumkin emas.
Chunki keyin u yerga istalgan matn yozilishi mumkin. Masalan, falonchidan 2 million so'm qarz oldim. Uyimni sotishga roziman, e'tirozim yo'q. Pulni to'liq oldim kabi gaplar qo'shib qo'yilishi mumkin. Shuning uchun hujjatda bo'sh joylar qolsa, ularni chizib qo'yish kerak. Har bir sahifani ko'rib chiqing. Faqat oxirgi varaq emas, barcha sahifalar muhim. Ikkinchi noziklik nusxasi keyin beriladi degan gap. Siz imzo qo'ygan har qanday muhim hujjatning nusxasini o'sha zahoti oling. Agar sizga nusxa berishmasa, bu allaqachon xavf belgisi. Telefoningizga rasmga olib qo'ying. Hujjatning nomi, sana kim bilan tuzilgani, qaysi tashkilot, qanday summa, qanday majburiyatlar borligi ko'rinib turishi kerak. Ertaga muammo chiqsa qo'lingizda dalil bo'ladi. Uchinchi noziklik, notariusdagi hujjat ham har doim siz uchun foydali degani emas. Notarius hujjatni tasdiqlaydi. Tomonlarning shaxsini tekshiradi, bitim shakliga e'tibor beradi. Lekin bu hujjat sizga iqtisodiy jihatdan foydalimi? Farzandingiz keyin va'dasini bajaradimi? Kafil bo'lsangiz qarzni to'lay olasizmi? Degan hayotiy xavflarni sizning o'rningizga hal qilib bermaydi. Shuning uchun notarius ham savol bering. Bu hujjat bilan men mulkimdan ayrilamanmi? Men bu uyda yashash huquqimni saqlab qolamanmi? Bu ishonchnoma orqali u odam pulimni yecha oladimi? Bu kafillik bo'lsa, qarzdor to'lamasa men to'laymanmi deb aniq so'rang. 4-noziklik. Ishonchnomaning muddati va vakolatlari. Ishonchnoma bitta ish uchun berilishi mumkin. Masalan, faqat pensiya hujjatini olib kelish uchun. Lekin ba'zan unga juda keng vakolatlar qo'shiladi. Bankdan pul olish, hisob ochish, shartnoma tuzish, mulkni sotish, ariza berish, sudda vakillik qilish. Pensiya odam buni sezmay qoladi. Shuning uchun ishonchnoma berganda faqat mana shu bitta ish uchun deb yozdiring. Muddat ham qisqa bo'lsin. 1 yil, 3 yil, 5 yilga umumiy ishonchnoma berishdan oldin juda jiddiy o'ylang. 5-noziklik, pulni oldim degan tilxat. Agar siz pulni real olmagan bo'lsangiz, hech qachon pulni oldim deb yozilgan qog'ozga imzo qo'ymang. Uy sotishda ham shunday. Ba'zan xaridor avval shartnomani qilaylik, pulni keyin beraman deydi. Shartnomada esa sotuvchi pulni to'liq oldi deb yozilgan bo'ladi. Siz imzo qo'ysangiz, keyin pulni talab qilish juda qiyinlashadi. Pul bank orqali o'tsa, kvitansiya bo'lsin. Naqd pul bo'lsa, guvohlar, tilxat, video qayd, hisob kitob joyi hammasi tartibli bo'lsin. 6-noziklik, pensionerning sog'lig'i. Agar odamning xotirasi pasaygan, demensiya belgilari bor, dorilar ta'sirida bo'lsa yoki kasalxonada yotgan paytda hujjat imzolatsa, keyin bu bitimni bekor qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu oson emas. Tibbiy hujjatlar, ekspertiza, sud jarayoni kerak bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Keksan charchagan, kasal tushunmayotgan paytda muhim hujjatga olib borish adolatdan emas va keyinchalik katta nizoga sabab bo'ladi. 7-noziklik. Hamma imzo qo'ydi degan bosim. Sizning huquqingiz boshqalarnikidan alohida. Qo'shni imzo qo'ygan bo'lsa ham, opa imzo qo'ygan bo'lsa ham, mahalladagi hamma rozi bo'lgan bo'lsa ham, siz o'qib chiqishga haqlisiz. Siz savol berishga haqlisiz. Siz men o'ylab ko'raman deyishga haqlisiz. Siz hujjatni uyga olib borib, farzandimga yoki yuristga ko'rsataman deyishga haqlisiz. Sizni shoshilayotgan odamning niyati har doim ham toza bo'lmasligi mumkin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qo'yda sizga imzo qo'yish uchun hujjat berishsa, darhol hujjat nomini o'qing. U arizami, shartnomami, ishonchnomami, tilxatmi, kafillikmi, rozilik xatimi? Hujjat nomi ko'p narsani aytadi. Ariza bo'lsa ham ichida qarz, kafillik yoki mulk haqida gap yo'qligini tekshiring. Ikkinchi qo'yda summa, muddat, majburiyat va vakolat so'zlarini qidiring. Masalan, qarzdor, kafil, undiruv, foiz, jarima, mulkni tasarruf etish, sotish, hadya qilish, pul mablag'larini olish, e'tirozim yo'q, da'vodan voz kechaman, to'liq oldim kabi iboralar xavf belgisi bo'lishi mumkin. Bunday so'zlarni ko'rsangiz, hujjatni to'xtatib, tushuntirish talab qiling. 3-qo'yda pasport va karta ma'lumotlarini hammaga bermang. Pasport nusxasi, plastik karta rasmi, karta raqami, amal qilish muddati, orqa tarafidagi kod, SMS kod, bularning hammasi moliyaviy xavfsizlikka taalluqli. Bank xodim ham sizdan SMS kodni so'ramasligi kerak. Agar telefon orqali kodni ayting deyishsa, bu juda katta xavf belgisi. Darhol qo'ng'iroqni uzing va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 4-qo'yda muhim hujjatga yolg'iz bormang. Notarius, bank, mikroqarz tashkiloti, kadastr, sud, ijro idorasi yoki uy-joy shartnomasi bo'yicha joyga borayotgan bo'lsangiz, ishonchli odamni olib boring.
bu odam albatta manfaatdor bo'lmasin. Masalan, uyni o'z nomiga o'tkazmoqchi bo'lgan farzand sizga hamroh bo'lsa, u betaraf yordamchi bo'la olmaydi. Iloji bo'lsa, boshqa farzand, nabira, mahalla faoli yoki mustaqil yurist bo'lsin. 5-qo'yda hujjat nusxasini oling va saqlang. Uyda alohida papka oching. Unda pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, bank shartnomalari, mulk hujjatlari, kommunal qarzlar bo'yicha ma'lumotlar, ishonchnomalar, arizalar nusxasi tursin. Har bir muhim hujjatga sana yozib qo'ying. Agar biror ishonchnoma bergan bo'lsangiz, uning muddati qachon tugashini belgilab qo'ying. Kerak bo'lsa, ishonchnomani bekor qilish uchun notariusga murojaat qiling. 6-qo'yda agar sizni aldashgan deb o'ylasangiz, vaqtni boy bermang. Avvalo bank bilan bog'laning. Kartani blok qildiring. Hisobdagi operatsiyalarni tekshirtiring. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Agar hujjat notarial bo'lsa, notariusdan hujjat nusxasini oling. Agar kredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, bankdan shartnoma nusxasi, to'lov jadvali, ariza va tasdiqlovchi hujjatlarni so'rang. Agar mulk o'tib ketgan bo'lsa, kadastr ma'lumotini oling va yuristga murojaat qiling. Bunday ishlarda uyalib yuravermay, darhol harakat qilish kerak. 7-qo'yda ariza yozganda aniq yozing. Meni aldashdi deb umumiy yozish kamlik qiladi. Qachon, qayerda, kim, qanday hujjatga imzo qo'ydirdi? Sizga nima deb tushuntirdi? Aslida nima bo'lib chiqdi? Qancha zarar yetdi? Guvohlar kim? Qo'lingizda qanday dalil bor, bularni tartib bilan yozing. Telefon yozishmalari, qo'ng'iroq raqamlari, bank SMSlari, hujjat rasmlari, guvohlarning ism, familiyasi hammasini qo'shing. 8-qo'yda farzandlar va nabiralar ham mas'uliyatni his qilsin. Agar oilangizda pensioner bor bo'lsa, ularning telefoniga bank ilovalari bo'yicha himoya qo'ying. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaslikni tushuntiring. Katta summali operatsiyalar bo'lsa, sizga aytishni kelishib oling. Lekin buni nazorat yoki bosim bilan emas, hurmat bilan qiling. Keksalarimizni siz tushunmaysiz deb kamsitish kerak emas. Ularga sodda tilda xavfni tushuntirish kerak. 9-qo'yda qarindoshga yordam beraman deb o'zingizni qarzga botirmang. Agar farzandingiz yoki nabirangiz kredit olayotgan bo'lsa, kafillikdan oldin o'zingizga savol bering. U to'lamasa, men shu qarzni to'lay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, imzo qo'ymang. Yordamning boshqa yo'lini topish mumkin. Maslahat berish. Kichikroq miqdorda real imkoniyat doirasida yordam qilish, xarajatni kamaytirish. Lekin butun pensiyani xavf ostiga qo'yish to'g'ri emas. 10-qo'yda uy-joy bo'yicha hujjatlarda shoshilmang. Uyni hadya qilish, sotish, ulushdan voz kechish, propiska, merosdan voz kechish kabi masala hayotdagi eng jiddiy qarorlardan. Bunda kamida bir kun o'ylang. Hujjatni olib, mustaqil maslahat oling. Agar siz tirikligingizda, uyingizda yashashni xohlasangiz, bu huquq hujjatda aniq yozilishi kerak. O'g'lim baribir meni haydamaydi degan ishonch yaxshi, lekin hujjatdagi kafolat undan ham muhim. Yana bir muhim maslahat. Agar siz hujjatdagi tilni tushunmasangiz, menga oddiy tilda tushuntirib bering deng. Qonuniy hujjat ko'pincha murakkab jumlalar bilan yoziladi. Lekin siz uni tushunishga haqlisiz. Men qarz olyapmanmi? Men kafil bo'lyapmanmi? Men mulkdan voz kechyapmanmi? Men pulimni boshqa odamga olish huquqini beryapmanmi? Men keyin sudga murojaat qilish huquqimdan voz kechyapmanmi? Degan savollarni bering. Javob aniq bo'lmasa imzo yo'q. Agar siz allaqachon imzo qo'ygan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin sust ham bo'lmang. Hujjat nusxasini toping. Kimga imzo qo'yganingizni aniqlang. Bank, notarius, tashkilot yoki shaxs bilan bog'laning. Agar ishonchnoma bo'lsa, uni bekor qilish mumkinligini tekshiring. Agar karta ma'lumotlari berilgan bo'lsa, kartani almashtiring. Agar kredit bo'lsa, shartnoma shartlarini o'rganing. Agar aldov alomatlari bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yozma ariza bering. Og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensioner insonning imzosi oddiy chiziq emas. U mulk, pul, qarz, huquq va kelajak taqdirini belgilaydigan huquqiy kuchga ega. Shuning uchun tezroq imzo qo'ying, bu oddiy qog'oz. Hamma shunday qiladi. Keyin tushuntiramiz degan gaplarga ishonmang. Avval o'qing, tushuning, savol bering, nusxa oling, maslahat qiling, keyin qaror qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, o'zingizni himoya qiling. Agar sizning ota-onangiz yoki buy-bobongiz pensioner bo'lsa, ularga bu videodagi gaplarni tushuntiring. Ayniqsa ishonchnoma, kafillik, qarz, kredit, uy-joy, meros, e'tirozim yo'q va pulni oldim degan hujjatlarda juda ehtiyot bo'ling. Sizningcha
pensionerlarni eng ko'p qaysi hujjatlar orqali aldashadi? Izohlarda o'z fikringizni yozing. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun eshitilgan bitta ogohlantirish ertaga bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.